позвонить мне, я снова один в этой комнате. Хотел бы разглядеть тебя в этой темноте. Я без вести пропал, от меня нет новостей. Ты не узнаешь, где я Voy, был, с кем. nima? Yaqinlashib qoldik. Ha, hozir boraman. Polina, hammasi joyidami? Ha, oyi, joyida. Yaxshi. Uzmovia.com sayti uchun maxsus tayyorlandi. Buvimnikida qolsam zo'r bo'lardi-da. Yuraging chilparchin bo'ladi. Sharq oldinga chiqdi. Laym ortidan ta'qib qilyapti. Ular yonma-yon ketishyapti. Qoyil. Sharq poygadan chiqdi. Bars qayerda? Mana u. Laymga yetib oldi. Ular baravar ketishyapti. To'qnashuv. Barsning mototsikli to'g'ri toshlar tomonga ketyapti. Juda ham xavfli, lekin u uddaladi. Bars yana o'yinda. Endi qatnashchilarimiz yo'lning eng oxirgi va eng xavfli qismiga kirishyapti. Laym hali ham birinchi. Lekin Bars qayerda? Va nihoyat shoshmang. U nimaga to'xtadi? Poygadan chiqishga qaror qildimi? U nima qilyapti? Qoyil! Bars oldinga chiqdi. Laym esa ortda qoldi. Qanday ajoyib kecha va barchangizni hayratda qoldirayotganligi aniq. Va bugungi poyganing g'olibi Bars hisoblanadi. Bars! Bars! Yo'qol. Hoy, kelishga yigit. Salom. Yutdim deb o'ylayapsanmi? Ovozingni o'chir. Nima deding? Chakagingni yop dedim. Badbo'y hid kelyapti. Ha. Poygada g'irrom o'yin ko'p bo'ldi. Lekin poygachilarimiz yorqin shou va katta mukofot uchun hamma narsaga tayyor. Bars chempion! Chunki sport xafagarchilikdan yuqori turadi, shundaymi? Davom etamiz! Uzmovia.comda premyera.
20 daqiqadan keyin chiqishimiz kerak. Pardani olsam bo'ldi. Tayyorman. Qutilarni o'rniga onang tashlaydi. O'zim hammasini yig'ib tashlayman. Faqat pardadan keyin. Ay, jin ursin. O'n 17 daqiqa. Polina, Hammasi yaxshi oyi. Men parda ilaman. 17 daqiqa. Esimda 17 daqiqa. 16. Qutilar. Qutilar. maktabga bor. Pardani o'zim taqaman. Polina, sen tezroq bo'l. Polina, bor dedim. Oyi, axir eshitdingiz-ku. Qutilar. Bu hayotda hamma narsa uchun to'lash kerak. Men Milanaman. Bu esa Dila. Salom. Tezroq o'qishga kirib Moskvaga ketsamidi? Ota-onasi joniga tegishgan. Yo'q, sen otaning joniga tegishgan. Nima? Menimi? Men esa shunchaki hayotni qidiryapman. Chindan ham ota-onang joningga tegdimi? Jonimga tegishmadi. Tegishdi. Ota-onasi stomatologlar, shaxsiy klinikalari bor. Oq xalatdagi qotillar. Yurasanmi yoki yo'qmi? Keyin men ham doktor bo'lishim kerak, sulolani davom ettirish uchun. Shuni o'zing xohlaysanmi? Tibbiyot juda ham qiyin. Kimyoni yaxshi bilmayman. Go'zallik saloni ochishni xohlardim. Sen maktabdan keyin nima qilmoqchisan? Turmushga chiqarman. Tushunmayapman. Ahmoqmisan yoki qo'lga o'rgatilmaganmisan? Savolga javob ber. Yo'qol ablah. O'zingni bosib olib gapir. Kalamush. Bugun men yomon politsiyachiman. Shoshmay tur. Rahmat. Quloq sol, Polina. Balkim qorning ochligi uchun har doim jahldor yurarsan. Unda qorningni to'ydiramiz. Birinchisi yoqdimi? Bo'la qol. Taassurotlaring bilan bo'lish. Hali desert ham bor. Bo'ldi, uni tinch qo'yinglar. Unga qaranglar. Kalamushni do'sti paydo bo'lganga o'xshaydi. Yana bitta kichkina kalamush. Nimalar bo'lyapti? Direktor kelyapti. Ketdik. Tezroq. Hech nima bo'lmadi. Dilara yangi kelgan ustiga sho'rva to'kdi. Nimaga bunday ko'rinishdasan? Ol, yuzingni artib ol.